3 odamni ro'zasini Alloh qabul qilmaydi. Alloh saqlasin o'sha 3 odam toifasidan bo'lishlikdan. U qanday odam? Shirk amalini qiladigan odamni Alloh duosini ro'zasini qabul qilmaydi dedi. Shirk amalini qiladigan odamni ro'zani tutib, saharlikni qilib, kunduzi folbinga borib kelayotgan odamni ro'zasi qabul bo'lmaydi. Oilamizda yo'qmikin folbinga borayotgan? Isma savobma qilayotgan yo'qmikin? E'tibor berib qo'ying. Ro'zamizga putur yetib qolmasin. Ikkinchisi, ro'zasi qabul bo'lmaydigan odamlarning ikkinchisi aka-uka o'rtasida, opa-singil o'rtasida, qo'li qo'shnilar o'rtasida muomalani uzib qo'ygan odamning ro'zasi qabul bo'lmaydi dedi. Uchinchisi, mushahin gina saqlagan, nimaga men kechirim so'rashim kerak, men so'ramayman deb gina saqlab yurgan odamni ro'zasi qabul bo'lmaydi dedi.